Geçeye. Hadi. Hey. Darvosan bu o'yinlarni salqimizga pisam bo'lmadi. Ana endi bir qavat turibsiz sizlar. Qo'lingizda langarcho bilan oldi orqasiga gumbazga ham bitta yugurib tomosha ko'rsatasiz. Tayyormi? Nima yo'q? Menga taxlim sahiylarni qarsiga yo'q deyapti. Qara qarsinglar. Yugurishiga necha baho? E'tibor bering. Barakalla Dorbas. Sholmul. Rahmat. Hey o'g'lim. Yuqoriga chiqish, toqqa chiqish osonroq, lekin tog'dan tushish undan ham qiyin. Yugurtirib yuboradi o'g'lim. Yuqoridan pastlikka ot yo'rg'alash qilib, yugurib berasan. Katta, ha? Bitta qarsi. Dilni hijrondan sog'inch asrasin, bandani shaytondan iymon asrasin. Kipriklar ko'zlarni asraganidek yaratgan egamiz bor. Hammamizni ham mehribon, rahimli Allohim o'z panohida asrasin. E'tibor bering Dorboz, qo'lida langar cho'pini bosh ayoqdan aylantirib, siz xalqimizga ta'zim qilib o'ynab bersin. Marhamat. Hay. Ya. Hola. Tayyor bo'lsa kim bo'l. Bijan. Katta bo'l, bas. Shoshil. Shoshilma. Xatoni kechirmaydi. Shu pollarga qarab qo'yinglar, chiqarib olinglar davradan. Asalik bilan o'g'lim. Shoshilma. Barakalla. Ana endi bitta oyoqda ta'zim. Qaldirg'och misoli. Qarsi bitta qarsi cho'qamiz. O'tirgan holat. Barakalla. Ayollarda o'gil. Uzatib yotsa ham bo'ladi. Ayollarda uzatib bemalol divanda yotgandek yotib qoling. Ishdan charchab kelib akalarimiz yotishadi. Charchoqlarni yozib, mazza qilib yotishing. Dorvas bir qavat turibsiz sizlar. Ayollarni bir-birini ustiga oshirib yotsa ham bo'ladi. Bu tomonga ham olib o'tsa bo'ladi. Ayollarni tik ko'tarsa ham bo'ladi. Qarsi ishasa ham bo'ladi. Qani! Langar cho'pni pastga tashlaysiz, belangar cho'p bo'lasiz. Osmoni falakda, osmon ostida. Bir yugurasizda ayollarni lezginchasiga o'ynatib berasiz. O'yinlarning go'zali, chiroylisi, malikasi. Lezgin o'yinlarni bir tomosha qiling. Qani? Basmasak. Bas olim. Qani? Hey! Ya barakallar shlonim. Tiza. Ha. Gelma. Hey. Allah. Ya barakallar. Ya shavara tog'il. Mana. Qarsi ichagan 100 yoshga kirsin. Xatabda tahavori kelishgan. Ha, ana endi xushol bo'lasiz. Ana shu bir qavat turibsiz sizlar. Asfalt yo'lda yigitlarimiz qanday yugursa, bir yugurasiz, yonbosh shoh, o'rta shoh o'yinlarini o'ynab kelasiz. Tomosha qilsin xalqimiz. Qani Arslonov? Ko'rsating mahoratingni. Bas. Ya barakalla. Hay. To'xtatib bo'ldim. Arko kelaymiz. Qara. Yashab ola to'g'il.
Manga tahlim bitta qarsi bilan qo'llaylik. Bravo. Ena orqada turgan mard yigitlar, sahiy yigitlar uchun darvozasiga bir qavat tursin ustida, orqasiga bitta salto urib bersin. Azizlar, qarsi uchaling ota-onangiz hayot bo'lsa, umralarga borsinlar iloyim. Bitta qarsi bo'lsin. Oğlum, basın. Teyze, ustazı tuttular. Basın, bismillah. Ya Rabbim, hay! Tarsiyden mi? Yeni darvası git. Hiç de sana uçlamazsın. Arkandan faydalanmaydı. Arkandan ham koyu varadı. Havadan foydalangan holatda taxti gumbazga yo'l oladi. Ko'ring do'stlar, ko'zlaringiz quvonsin. Marhamat. Basing. Arqonda ushlasangiz o'g'lim g'irrom bo'ladi. G'irromlik esa polvon dorbozlarga yarashmaydi o'g'lim. Basing. Birodarlarim, esdan chiqarmang. Har birimiz o'tamiz. Boshimizda turibdi. Chin dunyoda o'tamiz biz azizlar, inshaalloh. Savobimiz ko'p bo'lsa, yaxshi amallar, birovga yomonlik, birovga g'iybat, birovga yerini olib qo'ymagan bo'lsak, yaxshiliklar, namozlar o'qigan bo'lsak, inshaalloh shu bordi ustidan o'tamiz qil ko'prikdan. O'tsak inshaalloh jannat muborak bo'lsin. Tushib ketsak muborak bo'lsin. Allah asrasın, tushib ketishdan azizlar. Qarang. Hey, shoshilma bolam. Bas sota, senga ishonaman. Bas. Ya Allah. O'zing asra. Yugur. Bas. Hey, bitta ovozi bilan qarshi bo'lsin, qo'yil. Hadi. Buni bugunga bo'ladi o'g'lim. Ertaga mana ustozing kelganlar inshaalloh. Azizlar, mana shu akrobat bo'yicha ustozi bo'ladi. Ko'p insonlar ko'rgan, mana eng yaqin do'stim Muxtor Mahmudov, kino kasbiyori, kino aktyor, Temurmush degan kinolarda bosh rollarda ijro etgan. Ko'p san'atkorlarni klipida ko'rgansizlar. Bitta qarsingizni ajoyib talant egasi. Muxtor Mahmudov, sport masteri. İnşallah ko'rasizlar tomoshani bugun. Sho'rini. 12 yoshli Shamshod Ali. Ve ovozi bilan qari sahiylar. Bas o'g'lim. Barakallar islonim.